Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga popkorn chak-chak retsept bilan bo'lishmoqchiman. Juda ham oson. Uyda bor masalliqlardan tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 3 dona tuxum, 1 chimdim tuz, 1 choy qo'shuvda razli-hitil solib yaxshilab aralashtirib olamiz massamizni qoshiq yordamida. Aralashtirib olganimizdan so'ng ketidan unimizni sovolamiz. Menda 300 grammga yaqin un ketdi. Uni ham yaxshilab aralashtirib xamir qilib olamiz. Qo'limiz yordamida yaxshilab xamir qilib olgach, endi yaxshilab olib ozgina tindirishga olib qo'yamiz 20 minutga. Salofanga solib, ustiga sachiq yopib qo'ydim. Xamirimiz tayyor bo'lib dam olgunga qadar endi qiyomini tayyorlaymiz. 200 ml da suv, 300 gram shakar, yaxshilab qaynaguncha kutib turamiz. Ozgina qaynab olgandan so'ng limon sokidan soldim, ozgina siqib. Yaxshilab qaynatamiz qiyomimizni. 15 minut qaynatib olamiz. Yaxshilab qaynab chiqqandan so'ng 200 gram asal solamiz. Juda ham quyi qiyom holatiga kelib boshlaydi. Mana endi tagini o'chirib qo'yamiz. Endi xamirimizni yoyib olamiz. Juva yordamida unlab yoyamiz, bo'lmasam qo'limizga yopishishi mumkin. Xamirimizni qalinligi mana shunaqa bo'ladi. Endi xamirimizni qirqib olamiz. Bitta barmoshoq kengligida qirqib olamiz. Undan ham kichkinaroq qilsangiz bo'ladi. Juda ham kichkina qilgan ham yaxshi, bo'lmasam yog'ga kirgandan keyin shisha boshlaydi. Iloji boricha kichkinaroq qilgan yaxshi menimcha. Menda ozroq kattaroq bo'lgan ekan, yog'ga kirib rosa katta bo'ldi. Kichkinaroq bo'lsa ixchamroq bo'ladi deb o'ylayman. Endi unlab qo'limiz yordamida 1-2 marta aylantirib yuboramiz, shakli dumaloq bo'lib chiqishi uchun. Hamda yopishib qolmasligi uchun yog'ga kirganda hamma xamirlarimizni xuddi shunday qilib kesib olamiz, mayda qilib. Endi qizib turgan yog'imizga sovolamiz. O'rta olovda pishiramiz, bo'lmasam tez qizarib ketib yoki ichi pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun past olovda pishirib olamiz. Mana shunaqangi shishib chiqqandan so'ng kapkir yordamida ag'darib qizartib olamiz. Endi mana tayyor bo'ldi. Endi buni olamiz. Qozonchamizga olamiz pishganlarni. Mana pishirib oldik, tayyor bo'ldi. Ana endi qiyomimizni sovolamiz. Yaxshilab lapatka yordamida aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng dumaloq qolipga soldim. Uyda qanday qolip bo'lishidan qat'iy nazar qanaqaga solsa bo'ladi. Men dumaloq bo'lgani uchun dumaloq qolipga soldim. Juda ham yumshoq, maza qilib yeydigan chak-chak bo'lar ekan. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar. Ko'rinishi xuddi popkornga o'xshab ketadi albatta. Yaxshilab ustiga bosib qotirib olamiz. Endi salofamdan berkitib xolodilnigimizga 2-3 soatga olib qo'yamiz, yaxshi qotib olgunga qadar.
Mana xolodilnigimizdan ham oldik. Endi pichoq yordamida kesib dasturxonga tortamiz. Ko'rib turganingizdek judayam mazali chiqqan, yumshoqqina. Uydagilar maza qilib yeyishdi. Retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' omon bo'ling.